Manchester City safida katta bosimli, katta uchrashuvlarda ishtirok etdingiz. Bugungi o'yin bilan solishtirganda Chempionlar Ligasi mana bu o'yin. Mana O'zbekistonda o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'yin yaxshi o'tgan o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalar zo'r berasiz, savollar bor. Javob. Savolga javob bersangiz. Xo'p, keyingi savol. Gapirmayman-ki. Nishonlash qanday bo'ladi 10-da? 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Barcha Oldindan aytib qo'yish. hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom. Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha. Bo'ldi. Ha? Yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Abbos, siz turing. Do'stingizni yonida turing. Do'st bo'lsang, Abbosni. Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Bu g'alabaga erishishni butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdik. O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli deb o'ylayman. Chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasak uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu uddaladik. Alloh Kayfiyat